Söyləsən şirin qılıb yüksək ko'ngilga jon so'zing bo'lsa achchiq dil zada qilgan yurakni qon so'zing bo'lsa achchiq dil zada qilgan yurakni qon so'zing ey mening verde zabonim ona til sen mening ruhu ravonim ona til ey mening verde zabonim ona til sen mening ruhu ravonim ona til insonni bor o'sha bilimi, donishi, farhang va ma'naviyotini hammasini inkos ettirish vositasi nimasidir? Til. Shuning uchun o'zbek tili ham o'sha dunyoning qator tillari, masalan, biz aytamiz dunyoda 5,5 ming, 6 mingga yaqin til bor. Shu tillarni eng sarasi 50 ta tilni qatoriga kiradigan o'zbek tili dunyoni o'sha eng boy, madaniyatli 50 ta tili qatoriga kiradi. Hozir texnologiya taraqqiyoti bilan o'zbek tili o'sha mustaqil tarjima qilinadigan tillar qatoriga kirgan bir til. Ya'ni o'zbek tiliga agar kompyuter orqali yo sun'iy hush yo shu masnuiy deysizlar, sun'iy hush tariqidan agar tarjima qilmoqchi bo'lsa, 100% javob beradigan tillardan bittasi hisoblanadi. Har so'zi o'zining ma'noga boy o'zbek tili. Qo'shnlarining yo'lagining xos hojiblik tili. Turkiy tillar orasida ko'rqa boy o'zbek tili. Turkiy tillar orasida ko'rqa boy o'zbek tili. Ma'rifatning bog'iga qo'shgan chiroy o'zbek tili. Har so'zi har lafzining ma'noga boy o'zbek tili. Allohim yaratgan barcha tillar va o'z qadriga ega bo'lishi kerak. Oydin yulduzlar xususiy maktabi barcha tillarni tarixiy ahamiyatida arzish berish uchun zahmat tortib va bu yo'lda sodiqona xizmat qilib kelyapti. Va ta'limiy usul asosida har jamoa o'z ona tilida o'qish va o'rganish haqqi deb bilamiz. Har biri uchun o'z tili arzandadir. Bolalarim, kelajak imperatorlarim, bir xos bandlar uchun bo'rga ikingizni chaqirganman. Siz otamizsiz va har doim bizlarning hayotimiz haqida o'ylaysiz va har bir so'zingiz hikmat kanjinasidir. Bolalarim, men esa tog'ning ustiga quyoshman. Bu kunim bor, ertam yo'q. Sizlarga vasiyatim bor. Tengri Taolo soyangizni boshimizdan kam etmasin. Sog'lom yashanglar avlodlarim. Imperatorligimni kelajak sohiblari, ay farzandlar. Hindiston mamlakati turli mazhablardan iborat. Alloh subhanahu va taolo sizlarga buyuradilarki, har bir mazhabga pok qalb bilan qaragil. Har bir mazhabga tariqatlik va adolatli bo'l. Ayniqsa sigir qurbon qilishdan saqlangil. Bu Hindiston mamlakati qalb ardog'i va bu viloyat ahli podshohiga yaxshi nazar bilan bog'lanadi. Oydin yulduzlar xususiy maktabi barcha tillar, farhanglarga xos va juda qiziqarli o'rin va baho beradi. Shu munosabat ham ushbu mavridga yo'lga qo'yilgan ediki, o'zbek til va adabiyotining bahosi va o'rni tariximizga va farhangimizga qandoq bo'lishligini shogirdlarimizga va butun jamoatimizga tarqatish uchun shu ehtifolni yo'lga qo'ygan edik. O'ylaymizki, shundoqsi ehtifollar hamisha jamoamizga borligi boiski bizlar
o'zimizni dunyoga yaxshiroq tanitamiz. Uni ham boshiga sabab bo'ladiki, bizlar o'z jamoamizga qolgan bobolarimizdan merosni yaxshi suratga olib chayu intiqol bersak. Sabzaman sabzi bahoringa salom, bo'yi tol ko'zi xumoringa salom, bo'yi tol sohil